Assalomu alaykum. Ushbu divanimiz 5 bo'lakdan iborat bo'lib, holda joylashgan. Eslatib o'tmoqchiman, bu divanga 2025-yili yoz oylarida chexol tikkan edik. Chexolimiz divanlar ishlash uchun mo'ljallangan materialdan tikilgan. Klientimiz uyda mehmon kutaman deganligi sababidan chexolni tezroq bitirishimiz kerak bo'lganligi uchun shunchaki borib o'lchab, material rangini tanlab ketganman xolos. Chexollar juda ham chiroyli chiqdi. Rangi ham xonaga juda ham mos tushdi. Lekin chexollarni bir chetdan kiygizib kelarkanman, shu narsani tushunib yetdimki, divanlar dermantinoviy material ishlanganligi bo'lganligi sababidan biz tikib olib borgan chexollar divanning ustiga moslashib chiroyli ko'rinmayapti. Tabiiyki, tikuvchini aybini tikuvchi ko'radi, masterning ishini master tushunadi deganlaridek. Ko'rib turganingizdek, divan chexollarini bir chetdan to'g'irlab, chiroyli qilib chiqa boshladi. Chexollarni kiygizib ketgandan keyin chexollarning holatini ko'rib klientimiz norozi bo'lmasligi uchun klientimizning ko'z oldida divanlarni ustiga chiqib yurib ko'rsatib berdi. Va klientimizga divanlar dermantinoviy materialdan ishlanganligi uchun chexollar siljib ketayotganligini tushuntirdi. Vaqtlar o'tgani sari har xil divanlarga chexol tikib, shuni tushunib yetdimki, dermantinoviy materialdan ishlangan divanlarning ustiga boshqa materialdan chexol tikkan ma'qul.